Mana biz Namangan avtosaloniga keldik. BYD chempion deganlari bor ekan. Hech bo'lmasa mana cho'ntagimda, cho'ntagimda mana shuncha dollarim bor. Dollarim bor. Men ishni o'zim ochib beraman, akam. İskandar akam. Oy benim pullarim. Zapravka deydi. Bo'laveradi. Zapravka shart emas o'zi bunga aytgancha. Bu ponni balki benzin bilan 1200 beradi. Mo'sha shart. Buni ketsangiz bo'ladi. Buna men ham ushlar ekanman, ey. Wow. Ey, qalay menga ham mashina yarashaveryaptimi? Ey, odamlar ichida o'tiribman mana BYDni salondaman. Olmoqchiman. Qachondir bir kun olaman-da. Ana, qaranglar, buni ichi ham bir boshqacha ekan. Endi tushungam yo'qman-ku. BYD olmoqchi bo'lganlarga nima deysiz? BYD olmoqchi bo'lganlarga tez olish kerak. O'ta ham tez olish kerak. Bu avtomobilda pondi to'liq bak benzin bilan. Deylik, обычный holatda 500 ming so'm bilan qancha yurish mumkin? 500 ming bilan bilmasam endi men. O'rtacha, deylik, JM mashinalarda. JM mashinalarida 90 mingdan metan gaz zapravkadan 90 mingdan to'ldirsa 200 kilometrda yurganda ham 1000 kilometr yurar ekan. Bu avtomobilda 500 ming so'm bilan 1200 kilometr bo'lsa o'tasiz. Ikkilanma. Endi undan tashqari danniga yuradigan bo'lsangiz, bir benzin rasxoti 3,5 litr benzin rasxoti ko'rsatgan. 3,5 litr? Albatta. Mototsikldiku. O'zimizni ham zaryadkalash gibrid tizimda ishlaydi. Mashinamizga 8 yil garantiya. 6 yil mashina o'ziga, batareyasiga 8 yil garantiya. O'zbekiston sinovidan xotirjam o'tib bo'ldi. Voy, buni qaranglar, bu ichkarida men qandaydir oyoqlarim g'alati bo'lib turibdi hozir. Lekin nasib. Buni bossanmi bu bitta bosing-da. Я здесь. Ruscha блок кнопкой. Закройте. Я не поняла. Пожалуйста. Хорошо. Позовите. Я пока этого не умею и должна сначала научиться. Ayting. Bosing. Пожалуйста, продолжай. Извините, пожалуйста. Люк, закройте, пожалуйста. Я не понимаю, что ты Yo'q, говоришь. buni avtomobilni Пожалуйста, sizlashingiz скажи shart emas, chunki u sizni yaxshi hurmat qiladi. Deylik mana. Пожалуйста, продолжай. Zakroy lyuk. Получено. Meni telefonim ham mashina aytganini qiladi-yu, lekin mashinani aytganini qilani endi ko'rishim lekin. Nagajon kofe tayyor bir ichib olasiz-a? Xo'p, rahmat.